2025-yil 14-aprel yangi tashkil qilgan 3 gektarli bog'imizda mana ko'rish mumkin politsiya ko'chatlarini. Bugungi kundagi holati yangi surxga taxminan 25 santimetrlik 15 santimetrdan boshlab 25 santimetrgacha surgan surxlar. Yangi shox. Mana ko'rsa bo'ladi, rad bo'lib, qator bo'lib ancha ko'rinib qolgan. Xudo xohlasa bitta yarimta bo'lmasa 100% ko'kargan ko'chatlar 100% desa ham bo'laveradi. Ko'rish mumkin hozirgi holati. Bir marta ammiakli selitra berdik. Gektariga 20 kilo hisobida azot hisobida berildi. Mana ko'rib turibsiz. Holat yaxshi. Davriy ravishda suvni berib turibmiz. Mana bu endi Black Splendor qatoridamiz. Mana Black Splendorda ham rivojlanish juda yaxshi, ko'z tegmasin. Endi yana bir ikkita tadbirlarimiz bor. Yaqin bir haftalik. Yana o'g'itlash, kimyoviy doralash ishlarimiz bor. Maxsus preparatlarimiz bilan zamburug'lik kasalliklarga qarshi ishlaymiz va hasharotga qarshi profilaktik ishlar olib borish kerak. Mana chunki slivani bargini yeyish holatlari bo'ladi. Mana ko'rish mumkin. O'rikda bu deyarli kuzatilmaydi, lekin slivada kuzatiladi. Bunga qarshi tarkibida lambda-sialotrin moddasi bor. Doridan berib dorilab qo'yamiz, xudo xohlasa. Bu ishlarni yaqin 3-4 kunda amalga oshirishimiz kerak. Bunning ko'rinishi juda yaxshi, ko'z tegmasin. Ko'karishi deyarli 100% desa ham bo'laveradi. Mana ko'rsa bo'ladi. Birorta xudo xohlasa xatosi yo'q.